Qissa kim? Juda qadim jaholatli zamonda bir donishmand ulug' hakim o'tgan ekan jahonda. U kun bo'yi terib giyoh, kezib tog' u biyobon, odamlarga shifo istab yashar ekan shodumon. Unga ming bir mushkul dardning ayon bo'lib shifosi, odamlarning bora ortaverdi ixlosi. Tabobatga qalban, ruhan fido etib o'zini, oxir bir kun nashtar bilan ochmish ko'rning ko'zini. Rivoj topmish sohib xislat donishmandga madadkor, lekin qayda shuhrat bo'lsa, yon boshida hasad bor. Davoxonlar, parixonlar, o'quvchilar chilyosin, xullas yurtda bor nodonlar boshladilar ig'vosin. Bandasiga bermoqdori yaratganga isyondir. Demak hakim ishi makru, uning o'zi shaytondir. Bu so'zni chin deb bildi. Nodon, johil olamon donishmandni sazo qildi, kaltakladi beomon. Cho'g' temirda ko'ksin dog'lab dorga osmoq bo'ldilar. So'ng bo'yniga xarsang bog'lab suvga bosmoq bo'ldilar. So'ng suvni ham, xarsangni ham hayf bilib shaytonga yoqing dedi. Eng bosh hakam olib chiqib maydonga. Keng maydonga ustun ko'mib bog'ladilar hakimni, so'ng temirni o'tga qo'yib dog'ladilar hakimni. Buyurdilar: yoqing shu top Azozilning oshnasin. Kimga savob kerak bo'lsa cho'p keltirib tashlasin. Savob uchun birov o'tin, birov tashlar dona xas, hakim boshin baland tutib johil elga qaramas. Shu payt Gulxan uzra bir chol asta kela boshladi. Quchog'ida bir bog' pohol g'aram uzra tashladi. Dedi: asli tug'ilganda basir edim men o'zi. Sen duoning kuchi bilan ochib qo'yding ko'r ko'zim. Tangri bilib yaratgan ko'r, da'vo qilding ne uchun? So'roqda ne manglayi sho'r, nima deyman mahshar kun? Haq yo'lidan ozgan odam, da'vo qilib ne berding? Meni bir yo'l u dunyoyu bu dunyodan ayirding. Ko'nglimda bu dunyoni tasavvurda ko'rardim. Dunyodagi bor odamni mushfiq bilib yurardim. Shafqat ila kim nonu, kim chaqa tashlab ketardi. Men ham shunga to'ygan edim, shu ham menga yetardi. Qornim to'ysa saodatim, yo'q tuman xil tilaklar, ham ulfatim, ham suhbatim, jajji shirin go'daklar. O'ylar edim dunyoda bor musaffolik, soddalik. Ko'zim ochib ko'rdim ilk bor berahimlik, soxtalik. O'g'irligu faxshni ko'rib jim yurarkan odamlar. O'z do'stiga kulib turib tig' urarkan odamlar. Bir yonga boq ayshu ishrat, bir yonga boq ohu voh. Bu kun mening ko'nglimda g'ash, iymonimda ishtivoh. Derdim yurtni bir bor ko'rsam, ko'rdim ko'nglim to'q endi. Yo'lda yotgan ko'rchalik ham e'tiborim yo'q endi. Yo qaytadan o'sha g'arib gado bo'lsam mayliga, ko'r bo'lsam ham mayliga, ko'r bo'lsam ham mayliga. Bu so'zlarni tingladi-yu. Faryod urdi donishmand. Yoqing deya so'radi, u olov bo'lsin sarbaland. To'yib ketdim bu dunyodan, hech toqatim qolmadi. Mendan shifo oldi olam, odam shifo olmadi. Jaholatning zahri tekkan nodon johil gumrohlar davosiga ojiz ekan men kashf etgan giyohlar. Ko'r ko'zlarga nur baxsh etdi men kashf etgan giyohlar, qalb ko'zini ochmoqqa lek kamlik qildi hunarim. Odamlarga men yaxshilik qilmoq bo'ldi niyatim. Manglayda shu ekan bitik, yoqing kuyib ketayin. O't yoqdilar, yondi Gulxan, qaro bo'ldi samovat. Jaholatning hukmi bilan ado bo'ldi buyuk zot. Gulxan yondi, ko'kka o'ralib, cho'g'i har yon sochildi. Shu olovdan elning ajab aql ko'zi ochildi. Yig'ladilar,
aza tutib o'kindilar, kuydilar. Yillar o'tib donishmandga oltin haykal qo'ydilar. Eyvoh, hakim ko'zi bilan ko'rsaydi bu hurmatni, lekin olim olib ketdi o'zi bilan hikmatni. Qo'y ey ko'nglim, sen bu qadar dahshatni kam o'ylagin. Senga nasib bo'lgan davron sozin chalib kuylagin. Shukronalik mayin ichib yayrab qolgin har nafas, bu dunyodan bir kun kechib ketguvchi bir biz emas. Qo'y ey ko'nglim, haq muhabbat she'r zavqiga qonaylik, o'tda yonish kerak bo'lsa, she'r o'tida yonaylik. Faqat bizda g'am u qadar, qayg'u hasrat yod bo'lsin, to biz uchun jon berganlar ruhi mangu shod bo'lsin.